Aholi salomatligini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan Sog'lom turmush sari salomatlik marafoni Beruniy tumanida ham izchil davom etmoqda. Navbatdagi tadbir Beruniy tumani tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli poliklinikasida o'tkazildi. Joriy yilning 1-31 yanvar kunlari respublika bo'ylab o'tkazilayotgan ushbu aksiya doirasida aholining barcha qatlamlari bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Marafon jarayonida respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarining yetakchi mutaxassislari hamda mahalliy tibbiyot xodimlari tomonidan fuqarolarning salomatligi chuqur tahlil qilinib, kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tibbiy ko'riklar natijasida aniqlangan holatlar bo'yicha fuqarolarga zarur tavsiyalar berilib, samarali davolanish yo'nalishlari belgilanmoqda. Shu bilan birga tekshiruv natijalari zamonaviy axborot tizimlari orqali yagona elektron bazaga kiritilib, kelgusida bemorlar salomatligini doimiy monitoring qilish imkoniyati yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 299-buyrug'i hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining oktabrda chiqqan 202-buyruqlari asosida Beruniy tumanida salomatlik marafoni 1-yanvardan 31-yanvargacha davom etmoqda. Bunda hamma oilaviy poliklinika, ko'p tarmoqli poliklinikalar, oilaviy shifokorlik punktlarida salomatlik marafonlari davom etib, bu yerda sog'lom ovqatlanish, zararli odatlar, sog'lom turmush tarzi bo'yicha tushuntirishlar olib borilib, tibbiy ko'rikdan o'tkazib aniqlangan kasalliklarni hamda skrining bo'yicha aniqlangan kasalliklarni tor mutaxassislarga jo'natib davolash ishlari olib borilmoqda. Marafon doirasida Beruniy tumanining aholiga hujum maskanlarida salomatlik maydonchalari ham tashkil etilmoqda. Ushbu maydonchalarda sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik va to'g'ri ovqatlanishni targ'ib etishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari, maslahatlar va turli aksiyalar o'tkazilmoqda. E'tiborlisi, sog'lom turmush sari salomatlik marafoni haftaning barcha kunlari soat 9:00 dan 17:00 gacha aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Bu esa fuqarolarga qulay vaqtda tibbiy ko'rikdan o'tish imkonini bermoqda. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.